Dadasi bugun 8-marta nima sovg'a qilasiz menga? O'zimni sovg'a qilmoqchiman senga. Bugun ishim bor edi, ishimni atmay qilaman, uyga yotaman. Har yili shunaqa. 8-marta kelib deguncha yotib olasiz. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak. Tilni saylatadigan ham, dilni yaynatadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina qudrat, g'alvani kushandasi ham pul. Pul topishning yo'lini aqtarish kerak, xotin. Azama, sovg'ani ber. Yanga mana usta bobom nomlardan. Dadasi noto'g'ri gapirib xafa qilib qo'ydim-da, sizni kechiring. Dadasi 4-yil bilan tabriklayman. Nima qilayotgan-e? Turmushda nima qimmat narsaga o'xshayapti-da. Dadasi! Xotin, menga ham ishqirolni sovg'a qiluvding. Senga ham ishqirolni sovg'a qildim-da. Barabar.